Нурбек Андижанский представляет. Roltinni kim olib keldi? Endi Dubayda roltin yeyib yurishimiz qoladi. Roltinni mana qizi ekan. Assalomu alaykum. Ovqat yo'g'irma, uncha ko'p yeysan, Kilitringa sizga. Jannatim akam. Kinoy yaxshimisizlar? Aka qizingizga torg'izib bering. Yo qornida o'zi torg'izib bormi? Aka kallangizga qo'tag'imsiz, bu tarvuzga ham o'xshamaydi-ku. Bu qadimda 13-asrda massagetlar malikasi Antinifolaning polizda yetishtirib chiqqan aralash, qovun aralash to'g'ri, buni nomi antilopa. Akajon, bu noyob to'g'ri, bu bekorga kelyapmi? Sardor, qizchayaptimi, men tuxum yer ekanmi? Seni tuxuming deyaptimi? Yiyorsan, oldin mana tarvuz uchun yo'qot. Aka, agar mana shu torg'iz ichi shirin chiqmasa, aka mana shu torg'iz bilan boshimni yuvasiz aka. Jannatda. Ay, yo'qotdi, tarvuzingga qo'tag'im. Hozir mana qizlar shu tarvuz deb yuribdi bile. Tug'ilgan kuningizga qo'taq aralashyapsizmi siz? Nima deyapsan? Emchingni juniga qo'tag'im, Adriano Bashara bilan. Yo'qale hammangni kuttiga siskay, nogiron bashara. Mamlakat chiqdi. Boring. Asal jannatlar.